Salom. Bugun biz Melbetda O'zbekistondan qanday qilib hisob yaratishni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, biz Melbet ilovasini yoki veb-saytini ochamiz. Asosiy menyuda ikkita tugma mavjud: kirish va ro'yxatdan o'tish. Hisob qaydnomasini yaratish uchun ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing va biz tortda ro'yxatdan o'tish usulidan birini tanlashimiz mumkin. Bir bosishda, telefon orqali, email orqali yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali. Bonus olish uchun promokod bilan bir bosishda usuli yordamida tezkor ro'yxatdan o'tamiz. Bu yerda biz mamlakatni, valyutani va bonusni tanlashimiz kerak. O'zbekiston sukut bo'yicha allaqachon o'rnatilgan, lekin siz mamlakatni o'zgartirishingiz mumkin. Shuningdek, siz uchun qulay bo'lgan valyutani tanlang. Dekod promokodini katta yoki kichik harflar bilan kiriting. Shundan so'ng siz bonusni tanlashingiz mumkin. Men onlayn o'yinlar uchun bonusni tanlashni tavsiya qilaman, chunki u ancha katta. Bukmekerlik konserni qoidalari bilan kelishuvingizni tasdiqlang va hisob qaydnomangizni ro'yxatdan o'tkazing. Muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng, siz shaxsiy hisobingiz uchun login va parol olasiz. Ushbu ma'lumotni skrinshot olish yoki nusxalash orqali saqlashni unutmang. Keyingi tugmasini bosish orqali siz o'z hisobingizga kirasiz. Kassa apparati shundan so'ng darhol ochiladi. Bu yerda biz to'ldirish usulini tanlashimiz mumkin. Elektron hamyonlar, kriptovalyutalar, ammo eng barqaror usullar bank kartalari. Melbetda o'zbekistonlik futbolchilar Humo va Uzcard orqali to'ldirishlari mumkin. Minimal to'lov 5 ming so'mdan bo'lishi mumkin. Lekin siz birinchi marta depozit qo'yganingiz uchun depozitingizga o'xshash super bonus olish uchun ko'proq sarmoya kiritishingizni tavsiya qilaman. Odatda to'lovlar bir necha soniya ichida qabul qilinadi. Ro'yxatdan o'tgandan va pul quygandan so'ng darhol profilni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda biz telefon raqami va elektron pochtani ulashimiz, shuningdek hisobni tekshirish uchun pasport ma'lumotlarini to'ldirishimiz mumkin. Bu bizga pul yechib olish, qo'shimcha bonuslar olish, aksiyalarda qatnashish va Melbetdan super takliflarni olish imkonini beradi. Yangi videolarni birinchi bo'lib olish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Video ostidagi izohlarda savollar bering va Melbetda ko'proq yutib oling.